O'zgidromet 15-may payshanba kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, 15-may kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 35-40 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 38-43 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 36-41 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 38-43 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 34-39 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 28-33 daraja iliq bo'ladi.